kerak san xalqni konslagerni san bolalardan birga san xalqni yo'qib tashlash kerak. Chunki san tupoy xalq yashashingga haqing yo'q san xalqqa. Unda uni bodingga shunaqa odat borki, ana boshimda yosh bolalar o'ynayapti-da. Mana shunaqa yosh bolalarga mana shunaqa yosh bolalarga o'zini ochib puflash mana shu odat bor. Bu Muhammaddan qolgan anaqa nima deydi odat bo'ladi. Chunki odamlar Muhammadni soqolab qilgan suvni tuflagan, odamlarga yetishtirgan. Shunchalik chimodim bu. Mana shu islom shunchalik chimodim. Chunki ham saytam. Sen haromdan bo'lgan billat musir itdan bo'lgan harom cho'chqani ko'tidan tushgan musir itdan bo'lgan agar zamon ko'tarsa bile borku shu cho'tana uni yitib tashlasa mana shunaqa isqirt musirlanda billat bir Polshaga borib olgan, bir boshqa joyga borib oladi, haromdan bo'lgan o'zbeklarni va itdan bo'lgan musir agar mana shu O'zbekistonni ro'paradan ke haromdan bo'lgan agar kallani uzib tashlaman ondan nishasi ko'r. Bu haromdan bo'lgan musir biladi. Sen bilad borku O'zbekistondagi odamlarni harom tukiga ham arzimaysan. Sen itdan bo'lgan haromdan bo'lgan musir cho'chqa bashara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'kma itdan bo'lgan. Musulmonlar Rasululloh so'lalarni muborak sanaydi. Masalan, mana Rossiyada ruslar O'zbekni so'kdi, boshqa qildi. Hamma qo'ydi. Kanaliga qo'yib, mana ruslar millatchilik qildi deb portlatdi. So'ng O'zbekiston hukumatı ham gapirdi. Nimaga bu itdan bo'lganga hech kim reaksiya bildirmaydi? Nimaga hech kim bir hech nima demaydi? Bu butun o'zbeklarni bilan tugagan xalqi deb so'kdi. Astag'firullah, shu zamon ko'tarsa bilad mana shunaqa bir imkoniyati bo'lsa, ep kib turib shu 4 ta tomondan bog'lab turib to'rga bo'lib tashladi shunaqa musirlanda.